Yağmur yog'adi, shimimni kirgizib qo'y. Adasi, shuni kiyib keting, yomg'ir yog'adi. Rahmat. Meni qarab, voqeroq keling, kech qolib ketmagin. Ha, men pul olib qo'ydim, sizga ishlatasan. Yaxshi borib keling. Ha, uka, men tashqarida kutib turibsan. Aka, assalomu alaykum. Boya ovqat ustida gapira olmadim aka. Ozgina pul bo'lsa berib keting, mashinamni ham ustiga ko'rsatishim kerak. Shunda servant ustida turadi, olmaysan, men 300. Yetadimi? Rahmat Men aka. ketdim. Ya qara, yaxshi o'tiringlar bo'lsa. Ha, aytgan onamning gaplari bor ekan. Servant ustida pul qo'yganman. Necha pul so'rasa bergan. Dugonalar yonida uyalib qolmasin. Men ketdim. Menga qarang, siz ham erkak bo'lib ishlasangiz bo'ladi-yu. Ana Osunim ham yoningizda uyalganidan ko'chaga chiqa olmay yuribdi. Bozorga chiqib arava sursangiz ham ishlang bo'ldi. Menga qarang aka. Ja boshga bitgan balo bo'ldi-ku. Ja bo'lmasa mana Chimboy mayonezini do'konlarga olib kirib sotsangiz bo'ladi-yu. Ozgina biriksin bo'ladi. Qanaqa erkaksiz o'zi uyda o'tirishingizni qarang. Tavba qildim. Yegan og'iz uyaladi ozgina. Yaqin ishongan o'rtoqlarim meni shu chuv tushirib ketgandan keyin ko'chaga ham chiqa olmayapman, ukam qattan tushunardim. Gapirtiradigan ham pulda, oilani tinchligini yo'qotadigan ham pul. Puli bor, mard, puli yo'q, nomard.